keyingisi ham xuddi shunday ketaveradi. Bu holatda mana bunda ham orqaga qaytsangiz ortadi, buni ham orqaga qaytsangiz bunchaga ortib ketaveradi. Shuning uchun hammasiga qo'shib ketyapti. Tushunarli? Qo'shilgan tushunarli? Hop, 300 gradus qo'shyapman, 2 gradus 302 gradus. Siz mana bu direksiyon burchaklarni aniqlab olganingizdan keyin azimutlar oson. Hop, keyingisi 700 gradus qo'shaman 2 gradus. 72 gradus. Bir, ikki, uch ketyapti. Rom. 200 gradus. Mana shuni aniqlab olasiz. Tushunarlimi? Hop, endi pastga ham o'chiryapti. Onu da şaşırtma. Hop, keyingi aniqlaydigan qiymatimiz bizda magnit azimut. Magnit azimut qanday aniqlanadi? Hozir haqiqiysini topding ustoz? Ha, haqiqiysini topdim. Endi magnit topadi. Endi yana nima bo'lyapti? Mana buni topdik, to'g'rimi? Haqiqiyni topdik. Endi haqiqiydan yana nima yurayapti? Chapga yurayapti. Nima bo'lyapti? Yana qo'shilyapti. Mana bu haqiqiy belgilangan yana 3 gradus orqaga qaytyapti. Shunda burchagingiz nima bo'lyapti? Ortib boryapti. Mana bu narsa uchalasi o'rni almashishi mumkin. Mana bu bu chekkada bo'lishi mumkin, o'rtada ham bo'lishi mumkin. O'rni almashtiradi. Siz topograf xaritangiz qaysi holatda turgan bo'lsa, o'sha holatga qarab ishlaysiz, misol. Tushundingizmi? Xo'p, yozyapman endi. Azimutga qo'shaman yoki ayiraman, gamma, ya'ni oxirgi burchakni. Endi bundan nima bo'lyapti? Qo'shilib ketyapti, to'g'rimi? Yozyapman. 179 gradus 09 minutga qo'shyapman necha endi? 3 gradus. Mana bu o'chiraveradi, tushunarlimi? Ha, hop, necha bo'lyapti endi? 182 gradus 302 gradus 09 minutga qo'shyapman 3 gradus 15 minut. 305 gradus 72 gradus 09 minutga qo'shyapman 3 gradus 15 minut. 75 gradus oxirgisi 212 gradus 09 minutga qo'shyapman 3 gradus 15 minut. 215 gradus 215 gradus. Tushunarli bu? Bu nisbatan osonroq. Mana yozib oling. Mana bu narsani chizganda mana bu narsani chizib yozaman. Bu yerda o'chiryapman. Azimut hammaga tushunarlimi? Tushunmasangiz so'rang shu joyda, so'rab oling. Qaytarib ketaveradi, yerimiz qaytarib. Bizda 3 ta alyonda zarda qo'shimcha videolarni Qo'shmaysiz, 3 tani hisoblaysiz bo'ldi.
o'lchami hisoblaysiz bo'ladi. Aytdik biz rum 0.90 ya'ni o'tkir burchak bo'ladi. O'tkir burchak degani 90 gradus maksimal. 90 yo o'tmas burchak bo'ladi. Tarif bo'yicha 0.90 aralashib yozdik. Endi shimol yoki janubga nisbatan. Bular hammasi nimaga nisbatan o'lchanyapti? Meridianni nimasidan? Shimolidan olinyapti. Endi shu meridianni janubidan ham o'lchanadi. Janubdan ham bo'lsangiz bo'ladi. Yana bitta jumlani yozmadik. Soat mili yo'nalish bo'ylab. Bu narsani yozmadik chunki soat miliga teskari ham yuraveradi. Teskari ham to'g'ri ham yuraveradi. Faqat unda nima qilishimiz kerak? Yoki shimolga nisbatan o'tkir burchak chiqarishimiz kerak yoki janubga nisbatan o'tkir